Birinci sual. Assalamu alaykum ustoz. Allah sizlardan razı olsun. Ben Norvegiyada yaşayman. Bu yerde öy ijarisi bek yuqori bo'lganlikdan ba'zi fatvolarda banka orqali bir tal öy setib olish joiz bo'ladi deb fatvo bergan ekan. Biz sizlardan so'rashni to'g'ri ko'rdik. Allah razı olsun. So'rag'uchi İbrahim, Norvegiya. Javob: Va alaykum assalom. Mayli uy setib olish, mayli mashina setib olish, mayli boshqa narsa setib olish uchun bankidan yoki undan boshqa shaxs yoki o'rinlardan o'simlik qarz olishga bo'lmaydi. Moddiy imkoniyati borlarga Yevropadami durust degan fatvo berilmagan. Gerçi Yevropa ellerinde yaşayotgan musulmonlarga qarata Yevropa Fatva va Tadqiqot komitetining ko'pchilik a'zolari zaruriyatni va boshqa Yevropa ellariga xos ba'zi sabablarni ko'rsatib turib, kishi o'zi o'ltirdiganga faqat bir uy setib olishga ruxsat qilib fatvo bergan bo'lsa-mu, joiz bo'lmaydi degan olimlarning qarashi texim kuchlik ham ko'ngilni xotirjam qiladi. Shunga men g'arb ellaridami banka orqali uy yoki mashina setib olishni durust demayman.